Biz tug'ilib, mushu yoshga kelguncha mushu so'rindagi hammanglar ota-onamizga minnatdorligimizni bildirib keldik. Ota-onamizga bir umr, ikki umr, hatto 3 umr bo'lib qolsa minnatdorligimizni bildirishga tamoman arziydi. Shunday emasmi? 2 umr, hatto 3 umrimiz bo'lib qolsa ota-onamizga cho'qim minnatdorligimizni bildiramiz. Uningdan boshqa biz bir umr ustozlarimizga minnatdor bo'lib keldik. Men bugun o'zimga minnatdorligimni bildirmoqchi. Birinchidan, tarixdan buyon buvam qilib kelayotgan mushu kasbni taraqqiy qildirib, hozirgi saviyaga yetkazganligim uchun o'zimga minnatdorligimni bildiraman. Ikkinchidan, dadam 93-yil boshlagan sarxil chorvachiligi mush yam-xashak kasbidan iborat mushu kasbni taraqqiy qildirib, hozirgidek saviyaga yetkazganligim uchun o'zimga minnatdorligimni bildiraman. Uchinchidan, chorvachilikni 60 yil tadqiq qilgan, bir umr 5-6 poch kitob yozib, yoshlarni tarbiyalagan, butun umrini chorvachilik uchun sarf qilgan Şinjongdagi Guhar ustozimizning birisi bo'lgan Ahmad Ro'za apandimdek ustozlarimizning darsini yaqin oraliqda sizlarga yetkazganligimga o'zimga minnatdorligimni bildiraman. To'rtinchidan, Anvar Bo'shi bo'lib qolmasdan Bo'shixo, ham doktor ochdi. Afrikadan boshqa yer sharining har qanday yerlik davlatlarga berib, chorvachilikni tadqiq qilib boqqan, o'rganib boqqan davlatningki mushtaq go'hri hisoblanadigan professorlarimizning bilimlarini yaqin oraliqda sizlarga yetkazganligimga o'zimga minnatdorligimni bildiraman. 5-dan, do'yinga chiqarib yoki chiqolmay, ammolarga bildirib yoki bildirmay, Şinjong Qiziltash xayr-saxovat fondi bilan birlikda o'zimizningki kuchi yetishicha atrofimizga xayr-saxovat qila olganligimga o'zimga minnatdorligimni bildiraman. 6-dan, mushuncha vala ishni qilib, oilamga, bolalarimga ega bo'la olganligimga o'zimga minnatdorligimni bildiraman. 7-dan, Şinjongda rayonimizda oldin qatorda ishlab chiqarish saviyasi xalqaro saviyaga yetgan, oyda 10 ming tonna yem ishlab chiqarib setish iqtidori bo'lgan mushundaq bir zavodni qurib chiqa olganligimga o'zimga minnatdorligimni bildiraman. 8-dan, mushu so'ringa keladigan ishlab kelganlarni ko'rdinglar aqcham. Ham kelinmagan Şinjongdagi 200 o'rindagi sarxilninki yemlarni setayotgan, yaqin o'rinda turib Ahmad Ro'za apandimning Anvar Bo'shininki bir umr to'plagan bilimlarini baxmichilarga shu yezib turib yetkazayotgan hamkorlashuvchilarimiz bilan hamkorlasha olganligimga minnatdorligimni bildiraman. 9-dan, mushu so'ringa kelgan va ekran oldidagi bizningki mahsulotlarimizni ishlatib, bizga minnatdorligini bildirayotgan shu baxmichilarimiz bilan hamkorlasha olganligimga minnatdorligimni bildiraman. 10-dan, bizning taraqqiy qilishimizni orzu qilayotgan Yaponiya Launing yezigilik dashusidagi professorlar, Jungo yezigilik dashusidagi professorlar, Şinjong yezigilik dashusidagi professorlar, Qashqar texnika maktabidagi professorlar bilan hamkorlasha olganligimga o'zimga tashakkurimni bildiraman.